O'zbek shou-biznesining yana bir serqirra ijodkorlaridan biri barchangizga tanish bo'lgan dizayn jamoasining a'zosi Dilshod Musabekov haqida yomon xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona layk hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Dizayn jamoasining a'zosi Dilshod Musabekov Milliy telekanalidagi Ayol qalbi ko'rsatuviga bergan intervyusida 8 kunlik konsert jarayonlari ketayotgan vaqtda yurak xuruji sabab komaga tushib qolgani, zimmasidagi mas'uliyatlar sabab hayotda jiddiy insonligi va oila mavzusidagi qarashlarini so'zlab berdi. 2023-yilgi konsertda qirol Lyudovik rolini o'ynaganman. O'sha yili konsertni 6-kuni syomka jarayonini o'tkazdik. Ertalab soat 4:00 da uydan yurak xuruji bilan 16-shahar shifoxonasiga tushganman. Shu tufayli konsertning 7-8-kunlari ishtirok etolmaganman. Shok holatida bo'lganim sababli shifokorlar 2 kundan ortiq yasholsam yashab ketishimni aytishgan. Shifoxona yaqinlarim, jamoadoshlar bilan to'lib ketgandi. Ichkarida yotibman u konsertning qolgan 2 kuni undagi 80% mas'uliyat meniki ekani haqida o'ylab yotibman. Bir paytlar bir yaqinlarimizning otasini shifoxonaga olib borganimizda umrini vaqtinchalikka uzaytirib turish uchun qilishgan ukolini eslab shifokorga menga ham shunday ukol qilinglar, 3-4 soat ta'sir qilsa bo'ldi deganman. Shu ukol bilan bo'lsa ham bolnitsadan chiqib konsertni o'tkazib kelsam deb o'ylaganman. Shunda bir shifokor qo'pol bo'lsa ham rost gapni dangal qilib aytgandi. Agar hozir shifoxonadan chiqib ketsang, qaytib kelmaysan. Bu yerga shu gaplarni aytishim shartmi? Dedi. Sa'dulla, bo'ldi, o'ylamang, biz hammasini o'zimiz amallaymiz. O'rningizga odam topib tayyorladik. Shuni aytish uchun yoningizga keldim. Ruxsat bersangiz, yana bir repetitsiya qilib konsertni boshlayveramiz, dedi. Shu bilan men shifoxonada qoldim. Ular o'zlari qolgan 2 kunlik konsertni amallashdi, deydi serqirra ijodkor Dilshod Musabekov. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.